Assalomu alaykum sizlar, hurmatli vatandoshlar. Bugun go'zal kunlardan birida yana sizlar bilan yo'l uzra suhbatlar doirasida suhbatlashib turibmiz. Alloh xayrli, barakotli qilsin. İşlerimizni Alloh taolo o'zi rivojini bersin. Bugun soat Toshkent vaqti bilan 10:00 da O'zbekiston milliy terma jamoasi Portugaliya milliy terma jamoasi bilan futbol o'ynaydi. Jahon chempionatida bir paytlar kalaka qilingan, lekin o'zbek millati hayotda isbotlab qo'ygan kun bugun. Shu to'qnashuv nima bo'pti Ronaldo bo'lsa degan bir qo'shiqni ham aytishyapti. Bizda uni to'xtatadigan Abduqodir bor, Otabek bor, Abbosbek bor, Shomurodov bor, O'runov bor va boshqalarni ajoyib keltirishibdi. Fursatdan foydalanib barcha futbol jamoasi, texnik jamoaga, barchalariga omad tilayman. Alloh taolo yo'linglarni ochsin. Ko'ryapsizlar, bizning xalqimiz o'sha esinglarda bo'lsa kerak. Bu millat bir oyoqqa tursa hammani o'tkazib tashlaydi. Bu millat oyoqqa tursa tarixini qaytadan yozadi deb gapirardik. Mana bugun o'sha tarixlar yozilayotgan kunlar. Bu tarix mana shu futbol jamoasi ichida shu qahramonlarga nasib qildi. Umringlar uzoq bo'lsin. O'zbek tarixida sizlar imzo qo'ydinglar. Yangi tarix yozdinglar. Sizlarni mag'lub bo'lib qolsak nima bo'larkin degan andisha o'yinda suskashlikka sabab bo'lmasin. Bu yerda jon berib o'ynash kerak bo'ldi. O'zingizlarni yuqori cho'qqidagi imkoniyatinglardan foydalanishingiz kerak bo'ldi. G'alaba Allohdan, esdan chiqarmaslik kerak. Avvalam o'sha suhbatlarda aytdim, juda odamlarga ma'qul bo'ldi. O'sha qalbdan chiqqan qalb yetib boradi deydi-ku. O'zim futbol ichida oxirgi kunlarda, oxirgi paytlarda eng qaynoq joylarida o'ynab yuribman. Va g'alaba Allohdan ekanligini ko'zim bilan ko'ryapman. O'sha afsona jamoa bilan o'ynaganimizda hisob-kitobga ko'ra 100% yutqizgan edik. 100%. Ya'ni biz chiqib ketishimiz kerak edi. Bitta golni ursa, penaltidan u ham. Golni ursa bo'ldi, chiqib ketdik. Yutqizgan edik. Lekin o'sha joyda meni yonimda turgan bitta Sarvar degan ukamiz bor. Bu futbol ichidagi bola shu to'sadi dedi orqamda turib. Endi hammani nastroyeniya tushib ketgan, tushkunlikka tushib qolganmiz. Shuncha harakat tamom bo'ldi, tugadik, chiqib ketamiz deb turibmiz. Bitta Sarvar aytayaptiki, "Yo, to'sadi bu kapitoyni" deyapti. Dang'itib tepiyapti, taq deb to'siyapti-yu. Keyin futboldan chiqqandan keyin Sarvar aytdiki, "Menda juda ko'p shunaqa vaziyat bo'lgan" dedi. Aniq yutqizuq vaziyat bo'lgan paytida shunda Allohga iltijo qilaman. Allohim, mana shu payt bizga najot ber, yordam ber. Qo'limizdan kelganini qildik. Agar mana shu joyda yutib ketsak yoki penaltini ura olmay qolsa qarshi taraf 3 kun sening roziligingga roza tutib beraman deb nazr qilib yuboraman ichimdan deydi. Endi u hech kimga aytmang degan, yani omonat qilmagan-u, lekin ibrat sifatida aytayapman men. O'sha yerda deydi, to'sadi deganimda Alloh bilan ahdlashyotgandim deydi. 3 kun roza tutib beraman men, Robbim, to'ssin shu degan gap sizlarga to'sadi deb eshitildi deydi. Bang ikkitasini to'sdi, yutib chiqib ketdik. Va bizda shunaqa gaplar aylanyapti, ko'ryapsizlar. Nazr qilish, qo'y so'yaman, undoq qilaman, iPhone beraman degan. Odamlarning ko'ziga emas, xolis ixlos bilan shu nazrlarni foydasi bo'ladi. Nazr Alloh uchun qilinadi. Afu bil uqud. Yoki ahdnomalarga vafo qilinglar, nazrlaringlarni ado qilinglar degan ma'noda oyatlar bor. Nazrni qasddan qilish kerak. Robbim, mana shu ishda shu natijani bizga bersang, senga falon narsa, seni uchun shu ishni qilaman degan nazr bo'lish kerak. Siz ham nazr qildingizmi? Mana agar mana shu o'yinda
durang bilan ochko olsak, bitta qo'y mehr 20-20 jamoasiga nazar qildim. Bitta qo'y. Agar yutsak, ikkita qo'y nazar qildim. Sizlar guvoh bo'linglar. Yutqizsak, hech narsa yutqizmaymiz o'zi. Portugaliyani komandasi jamoasi aytayaptiki, o'zbeklarni deyapti, yutqizadigan narsasi yo'q. O'shanga hamma narsasini berib o'ynaydi deyapti. O'zlarining ichida biroz kelishmovchilik, shunaqangi narsalar bu yotibdi. Lekin do'stlar, umid qilamiz, orzu qilamiz, g'alaba qilamiz. Xudo xohlasa. Ikkita qo'y berayman shu. Mehr 20-20 bizni qarovchisini yo'qotgan yetim guruhlarimiz bor. 600 dan oshiq oilani ta'minotini ko'p homiylar bilan birga qilamiz. Biz xizmatini, boshqasini qilamiz. Kerak paytda pul ham beradi odamlar. Mana shunga o'xshagan nazrlarni shunaqa qilsak yaxshi. Nima bo'ladi bunda desa, yutsak Allohning bizga sovg'asi bo'ladi va yetim yesirlar foydalanib qoladi. Bu majburiy emas. Men ham bu challenge-ni bu ko'rinishni aytay dedim. Boshimdan o'tgani. Bizning o'yinda yutqizuq vaziyatida yonimda turgan o'sha Sarvar degan ukamiz aytdiki, aka men dedi, nazr qilganman, 3 kun o'zi tutib beraman deb, o'sha tepada, o'sha joy ustida. Alloh taolo meni anaqa qilmadi. Mana ko'rdingizmi dedi. U shunaqa odamlar bor, ixlosli odamlarda uncha e'tibor bermaysiz, uncha nazaringiz ilmaydi-yu, Alloh bilan yo Alloh deganda Alloh uni gapini qaytarmaydi. O sizni ichingizda bu bizni kuzatib turganlar ichida, o'zbek xalqining ichida qancha Allohning do'stlari bor. To'g'rimi? Ular Robbim senga iltijo qilyapman desa, Robbim beradi. Lekin shu joyda har doim ta'kidlab ketamanki, faqat duoni o'ziga yotib olib, bu yog'ini shunday tashlab yuborish to'g'ri emas. G'alaba Allohdan ekanligini esdan chiqarmaslik kerak. G'alaba Allohdan. Turkiyani ko'rdinglar? Keyin bu yilgi jahon chempionatida kutilmagan narsalar bo'lyapti. Turkiyani ikkita o'yinida top 72% turklarning qo'lida bo'lgan. 72% turklar nazorat qilgan to'pni. Gol uramadi. 20-25%, 28% qarshi taraf nazorat qilgan ko'p to'p bilan bittadan gol urib chiqib ketdi. Shunga o'xshagan ko'p narsalar bo'libdi, shunga xuddi shunaqa. Bu boshqacha o'yin bo'lyapti. Ya'ni sal kuchsizroq komandalar himoyaga yotib olyapti. Beton qilyapti hamma yo'g'ini. Qarshi hujumga gol uryapti. O'shaning uchun bilib bo'lmaydi. Portugaliya qancha ko'p to'pni o'zida saqlasin, omad bizga kulib yuborsa, biz uramiz golni. Siz o'ynaysiz ko'p to'pni, biz uramiz golni deymiz keyin agar. Allohim ey, chiroyli bo'lsin, soat 10 da. Xudo xolasa birgalikda ko'ramiz. Xo'p, yo'l uzra suhbatlarimni navbatdagisiydi bu. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Bir narsani aytib qo'yishim kerak. Do'stlar, biz o'zbek xalqining ichida ko'pchilik bizni taniydi, ko'radi, biladi, salom alik qiladi. Xuddi akasidek, ukasidek muomala qiladi. Ba'zi odamlar keladi, masalan, oldimiz uyimizga keladi, ofisga, telefonimni topib telefon qiladi. Keyin labbay nima xizmat desangiz, aytadiki, menga deydi qarz berib turing deydi. Qarz so'rash unaqa ayb emas. Odam qarzga muhtoj bo'lib qoladi. O'zimiz ham qancha qarz bo'lamiz, ado qilamiz. Lekin to'satdan telefondan bir kishi shunday telefon qilib qarz so'rasa yoki uyingizga kelib qarz so'rasa, siz kimsiz desangiz, o'zini tanishtirsa-yu, uni surishtirishga imkoniyatingiz bo'lmasa, mana shunga o'xshagan hodisalar bitta meni o'zimning hayotimda emas, juda ko'p joyda ko'payib ketdi. Mashennik degan bir unsur bilan haqiqiy muhtojni farqi ajrata bo'lmaydigan bo'lib qolyapti. O'shaning uchun mashenniklarga barham berish kerakki, muhtojlarga vaqtida mablag' yetib borsin. Muhtojlarga odamlar yordam bersin. Mashennik ko'payganligi uchun muhtojni ham odamlar mashennik deb o'ylayapti.
Bu bor narsa. Shuning uchun men o'zim nomimdan aytib qo'yay. Men Abrom Muxtor Ali qo'limdan kelsa va haqli deb bilsam, imkoniyatim bo'lsa yordam beraman. Lekin to'satdan shunaqa qilib kelib bir narsani so'rasa men yo'q desam, imkoniyatim yo'q desam, mendan xafa bo'lmasin. O'sha hammaga emas bu. Men o'zimning nomimdan gapirib qo'yyapman. Keyin meni nomimni sotib kimdir, kim bilandir oldi berdi qilsa, u kim bo'lishdan qat'iy nazar o'rtaga meni qo'ymasa, falonchini akasi, pistonchini ukasi, falonchiga yaqin degan ma'noda meni o'rtaga qo'ymasdan mansiz Abror domlani falonchisi-ku bu deb muomala qilsa kimdir, men shunga javobgar emasman. Shuni eslatib qo'yay. Chunki ba'zi narsalarda xuddi shu hodisa orqasidan pand yedim men. Pand yedim. Abrom Muxtor Alini falonchisi bu deb unga ba'zilar pul berishi yoki ba'zi ishni aytishi yoki ba'zi ishni bitirib beradi deyishga urinishi, bu hammasi menga pand berdi. O'shuning uchun aytib qo'yay. Men o'zimni ishimni o'zim qo'limdan kelsa qilaman. Mabodo qila olmasam aytaman, qila olmayman deyman. Meni nomimni sotib, meni nomim orqali nimadir harakat qilayotgan odamlar bo'lsa, ularga ishonmanglar. Mabodo ishonsanglar, mas'uliyat o'zingizlarda. Shuni aytib qo'yay dedim. Bu o'zimni misolimda aytayapmanki, bir odam menga shuni iltimos qilib gapirib, shuni gapirib bering dedi. U aytganda ko'zim ochildi. Ha, to'g'ri, buni ogohlantirib qo'yish kerak degan ma'noda aytayapman. Ogoh bo'lamiz, ogohlik davr talabi. Hop, futbol jamoamizga Alloh najot bersin. Yana bitta aytamiz. Eldor, Abbosbek, Oston, O'tkir, Doston, O'tkir, Masharipov o'ynaydimi yo'qmi? Menimcha o'ynamasa kerak. Boshqa barcha nomlari esimga kelib kelmagan barcha o'yinchilarga omad tilaymiz. Bugun Jahon arenasida juda katta bozor ham bo'ladi. Bilishimcha, Abbosbekka juda katta jamoalar xaridor bo'lib turibdi. Boshqa o'yinchilarimizni ham hozir baxti kulish arafasida. Alloh najot bersin. Ularga ham bir nasihat o'rni kelganda, sizlar ham nazr qilinglar. Sizlar ham nazr qilinglar. Yutsak, falon narsani nazr qildim. Mabodo falon katta kompaniyadan menga taklif tushsa, falon narsani nazr qildim deb nazr qiling. Nazrning foydasi bor. Nazr to'g'risida ko'p ulamolar uni manfaatini tajribada ko'rib aytishgan. Nazr qilish kerak. Nazr qilsangiz kambag'allar foydalanib qoladi. Kambag'al foydalansa xursand bo'ladi. Xursand bo'lgandan keyin duo qiladi, ijobat bo'ladi duosi. Nazr qilganingizda kambag'alga berasiz-ku, kambag'aldan manfaat ko'zlamaysizda. Kambag'aldan manfaat ko'zlamaganingiz uchun siz bu nazrini ortidan so'ragan narsangizni ijobatiga yaqin bo'lasiz. Alloh taolo o'zi yaxshiliklarni ato qilsin. O'zini ehtiyot qilinglar, yaxshilikda ko'rishaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi